Assalomu alaykum. Bugun mana 19-may 2025-yil. Men Andijon oblasining Marhamat shahrida joylashgan apiterapiya klinikasida lecheniya olib turibman. Bu lecheniyani kelishdan maqsadingiz nima kasalliklar bor edi? Menda ko'cha endi diabet to'g'risida ma'lumot. Sahrli diabet bilan kelgansiz. Necha bilan keldingiz? Nechaga chiqardi? 15-16 ga chiqqan. Hozirda kecha analiz topshirib chiqdingiz. Necha chiqdi? 9 bo'ldi-da. 9 bo'ldi. Aka, qog'ozi bormi, analiz qog'ozi? Bu yerda turib topilaymi? Mayli. Keyin qanday shikoyatlaringiz bo'ldi? Endi bizda negizdan diabet har kimga har qanday asorat qoldiradi. Endi meni ko'proq putda oyoqlaringiz og'rirdi, muzlaridi. Mana kecha bu yoq topshirib chiqdi. Sahrli diabetni mana xudo xolasa 9-6 ga tushdi. 05-oy 17-kuni. Ilgari kun topshirgan ekansiz, a? Yaxshi o'zgarishlarsiz xudo xolasa. Putta sezuvchilik ozadi. Hozir muzdaydi. Hozir endi unday narsa yo'q bo'ldi. Muzlashlardan qutuldingiz, karaxtliklardan qutuldingiz. Oyoqdagi og'riqlar hammasi ketdi xudo xolasa. Belda og'riq bor edi. Bel xudoga shukr yaxshi. Bel ham sovuqni sezib turadi. Ana buni qo'lda jelkalarda qo'l ko'tarilmaydi. Hozir buni bemalol ishlat olyapsiz, ko'tarilyapti. Og'riqlardan qutuldingiz xudo xolasa. qutulib qoldim. Yaxshi. Prostat tomonlama shifosi yaxshi bo'ldimi? Prostatada dag'in problemalar bor edi. Bular hozir уже sezilib qoldi. Bular sovuqni sezmay qoldi. Yaxshi. Endi shu vaqtdan foydalanib, mana shu klinikaning yetakchisi Jonbek Muradovichga juda katta rahmatimizni aytamiz. Yubileyos bilan tinch bo'lsin, og'riqni sirqasin, shu ishlar yuraversin. Shu Marhamat shahrida joylashgan apiterapiyaga kelib, sizlar bilan rahmat. Darlanib ketdingizlar. Rahmat. Ukangiz bilan kelgan edingiz, ukangizda ham sahr bor edi. Ukangizniki nechaga chiqarding balandni? Ukangizniki 12 ga chiqardi. Kechagida tekshirtirganda, o'zlaringiz tekshirtirganda necha chiqibdi? 5 dan oshiqroq. 5 dan oshiqroq chiqibdi. Deyarli sahr yo'q hisobida ko'rsatilgan. Yaxshi. O'zgarish ukangizda ham zo'r bo'libdi, xudo xolasa. Endi sizniki shunday balandligi uchun 9 ga tushiribdi. Endi keyingi kurslarda oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa yana ham tushirib beradi sahrli diabetni. Xudo xolasa. Mayli, Alloh shifo bersin, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Rahmat. Salomat bo'ling.